Assalomu alaykum aziz do'stlar. Kanalimizning qadrli obunachilari. Bugungi videomiz sizning moliyaviy ahvolingizni butunlay o'zgartirishi mumkin bo'lgan, hayotingizdagi ko'plab muammolarga yechim topishga yordam beradigan juda muhim va shoshilinch ma'lumotlarga bag'ishlanadi. Bilaman, bugungi kunda ko'pchiligimiz moliyaviy qiyinchiliklar, ertangi kunga nisbatan ishonchsizlik hissi bilan yashayapmiz. Pul topish, oilani boqish, farzandlarning kelajagini ta'minlash borasidagi tashvishlar ko'pchilikni qiynaydi. Aynan mana shu og'riqli nuqtangizga tegadigan, sizni qiziqtiradigan, eng asosiysi sizga real yordam bera oladigan bir yangilikni baham ko'rmoqchiman. Bu ma'lumot har biringizga tegishli va uni hoziroq bilishingiz shart. Shuning uchun videoni bir soniya ham o'tkazib yubormasdan oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Hozirda meni tinglayotgan bo'lsangiz, demak sizga bu ma'lumot kerak. Unutmang, kanalimizga obuna bo'lish, bu videoga like bosish va fikringizni izohlarda yozib qoldirish orqali siz nafaqat bizning ishimizni qo'llab-quvvatlaysiz, balki bunday muhim ma'lumotlarning boshqa insonlarga ham yetib borishga yordam berasiz. Shunday ekan, vaqtni bo'y bermay, hoziroq obuna bo'ling va like bosing. Keling, bugungi mavzumizga chuqurroq kirib boramiz. Muammoning mohiyati. Yaqin vaqtgacha ko'plab oilalar, ayniqsa kam ta'minlangan yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamdagi fuqarolarimiz davlatdan olinadigan bir martalik yoki muntazam nafaqalar, moddiy yordam turlari bilan cheklanib qolishgan edi. Bu yordamlar albatta juda zarur va ahamiyatli, biroq har doim ham barcha ehtiyojlarni to'liq qoplay olmasdi. Tizim ba'zan murakkab bo'lib, hujjatlar yig'ish eshigini taqillatish uzoq vaqt talab qilardi. Ko'pincha xalqaro tashkilotlar yoki xorijiy hamkorlar tomonidan ajratilgan yordamlar ham muayyan loyihalar doirasida faqatgina ma'lum bir guruhlarga yoki hududlarga yo'naltirilardi. Oddiy fuqaro uchun bunday imkoniyatlarga to'g'ridan-to'g'ri chiqish juda qiyin edi. Ammo vaziyat tubdan o'zgardi. Hozirda O'zbekistonning xalqaro hamkorlar, jumladan jahonning yirik moliya institutlari, insonparvarlik tashkilotlari va rivojlangan davlatlar bilan aloqalari yangi bosqichga ko'tarildi. Bir qator muhim kelishuvlar, strategik sheriklik dasturlari doirasida O'zbekistonda aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarni, tadbirkorlarni, fermerlarni, yoshlarni va umuman ehtiyojmand oilalarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan misli ko'rilmagan darajadagi moliyaviy yordam paketlari ajratilmoqda. Eng muhimi shundaki, bu yordam nafaqat loyihalar doirasida, balki bevosita aholi uchun mo'ljallangan va unga erishish mexanizmlari sezilarli darajada soddalashtirilgan. Endi bu mo'maygina to'lov yoki solid to'lov har kimga emas, balki bu dasturlar doirasida belgilangan mezonlarga javob beradigan har bir shaxsga yetib borishi mumkin. Bu mablag'lar mamlakatimiz iqtisodiy barqarorligini ta'minlash, aholi turmush darajasini oshirish, kambag'allikni qisqartirish va ijtimoiy adolatni ta'minlash maqsadida ajratilmoqda. Xalqaro hamkorlar ushbu yordamlarni global iqtisodiy inqiroz ta'siri, iqlim o'zgarishi oqibatlari yoki shunchaki mintaqaviy rivojlanishni tezlashtirish kabi omillar sababli taqdim etmoqda. Asosiy qism batafsil tayil xo'sh, bu mo'maygina to'lov aslida nima? Kimga beriladi va nimalarni bilishingiz kerak. Avvalo shuni tushunish kerakki, bu universal har bir kishiga beriladigan bir martalik pul emas. Bu xalqaro tashkilotlar, masalan, Jahon banki, Birlashgan Millatlar Tashkilotining bolalar jamg'armasi UNICEF, Taraqqiyot dasturi UNDP, Yevropa Ittifoqi fondlari, shuningdek AQSh, Germaniya, Yaponiya kabi davlatlarning rivojlanish agentliklari tomonidan ajratiladigan maqsadli yordamlardir. Bu mablag'lar turli shakllarda bo'lishi mumkin. Biri, naqd pul shaklidagi bir martalik yoki muntazam nafaqalar. 2. Biznes boshlash yoki kengaytirish uchun qaytarilmaydigan grantlar. 30. Ijtimoiy ehtiyojlarni qoplash uchun subsidiyalar. Ta'lim, sog'liqni saqlash, uy-joy sharoitlarini yaxshilashga qaratilgan moliyaviy yordamlar. Kimlar aynan bu yordamlarga umid qilishi mumkin? Kim xavotirlanishi kerak va kimga bu ma'lumot kamroq tegishli? Avvalo, ijtimoiy himoyaga muhtoj, kam ta'minlangan, ko'p bolali oilalar, nogironligi bo'lgan shaxslar, boquvchisini yo'qotganlar, yolg'iz onalar yoki otalar, shuningdek, ma'lum ushbu yordamlarning asosiy nishonidir. Agar sizning oilangizda shunday holat bo'lsa, siz diqqat bilan tinglashingiz shart. Agar sizning moddiy ahvolingiz yaxshi bo'lsa, barqaror daromadingiz mavjud bo'lsa, bu yordam aynan siz uchun mo'ljallanmagan. Ammo shuni unutmangki, har birimizning atrofimizda yordamga muhtoj insonlar bor. Ushbu ma'lumotni ular bilan baham ko'rish orqali siz ularga
katta yordam berishingiz mumkin. Keling konkret misollar bilan tushuntiraman. Misol ki, ko'p bolali va kam ta'minlangan oila. Tasavvur qiling, Qashqadaryo viloyatining qishloqlaridan birida yashovchi 5 farzandi bor, yagona daromad manbai mavjud bo'lmagan bir oila. Oilaning boshlig'i mavsumiy ishlarda qatnashadi, ammo doimiy ish joyi yo'q. Avvalgi tizimda ular asosan davlat tomonidan beriladigan bolalar nafaqalari yoki moddiy yordam turlarini olardi. Endi esa yangi xalqaro dastur doirasida ushbu oila har bir farzandi uchun oyiga 500 ming so'm miqdorida, jami 2500 ming so'm miqdorida 6 oy davomida moddiy yordam olishi mumkin. Bu mablag' to'g'ridan-to'g'ri oilaning bank kartasiga o'tkaziladi. Bu pul oilaga oziq-ovqat sotib olish, bolalarning kiyim-kechaklarini yangilash, maktab anjomlari uchun sarflash imkoniyatini beradi. Natijada oila oylik xarajatlarini qoplashda katta yengillik his qiladi. Bolalarning ta'limga bo'lgan ishtiyoqi ortadi, sog'lig'i yaxshilanadi. Chunki ular to'yimli ovqat bilan ta'minlanadi. Bu o'z navbatida oilaning ijtimoiy muhitga integratsiyasini oshiradi va ertangi kunga umid beradi. Misol 2. Qishloq xo'jaligida kichik biznes boshlamoqchi bo'lgan fermer. Andijon viloyatining paxtachilikka ixtisoslashgan tumanlardan birida yashovchi yosh fermer dehqonchilik bilan shug'ullanadi, lekin yer sug'orish uchun zamonaviy nasos sotib olishga imkoniyati yo'q. An'anaviy usullar bilan ishlash hosildorlikni cheklaydi. Xalqaro hamkorlar tomonidan qishloq xo'jaligini rivojlantirishga qaratilgan maxsus grant dasturi e'lon qilinadi. Ushbu dasturga ko'ra, kichik fermer xo'jaliklariga erta pishar ekinlar yetishtirish uchun yangi texnologiyalar sotib olishga 10 ming so'mgacha qaytarilmaydigan grant ajratiladi. Bizning fermerimiz ushbu dasturga ariza topshirib, 7 ming so'm miqdorida grant yutib oladi va bu pulga zamonaviy sug'orish nasosini xarid qiladi. Natijada u yerning unumdorligini oshiradi, suv sarfini kamaytiradi va hosildorlikni 2 barobar ko'paytiradi. Bu uning daromadlarini sezilarli darajada oshirib, oilasining farovonligini ta'minlaydi va kelajakda biznesini kengaytirishga yo'l ochadi. Bu nafaqat bir oilaning ahvolini yaxshilaydi, balki butun qishloq xo'jaligi sektorida innovatsiyalarni rag'batlantiradi. Misol 3. Nogironligi bor shaxslarni qo'llab-quvvatlash. Farg'ona shahrida yashovchi, harakatlanishda cheklanganligi bor yosh ayol o'zining tikuvchilik mahoratini rivojlantirib, uy sharoitida daromad topishni xohlaydi. Biroq zamonaviy tikuv mashinasi sotib olishga mablag'i yetmaydi. Xalqaro nogironligi bor shaxslarni qo'llab-quvvatlash fondi tomonidan e'lon qilingan dasturga ko'ra, bunday fuqarolarga kasbiy faoliyatini boshlash uchun 30 ming so'mdan 5 ming so'mgacha bir martalik yordam ajratiladi. Ayol ushbu dasturga murojaat qilib, 4 ming so'm oladi va bu pulga yuqori sifatli tikuv mashinasi va zarur asboblarni sotib oladi. Natijada u o'z mahoratini to'liq namoyon eta oladi. Buyurtmalar qabul qilib muntazam daromadga ega bo'ladi. Bu uning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi, ijtimoiy hayotga faolroq kirishiga yordam beradi va boshqalarga ham namuna bo'ladi. Uning ishi orqali u o'zining ijtimoiy ahamiyatini his qiladi. Bu kabi misollar juda ko'p. Eng muhimi shundaki, bu to'lovlar bevosita aholi qo'liga yetib borishi va ularning hayotida aniq ijobiy o'zgarishlar yaratish uchun mo'ljallangan. Bu faqatgina pul berish emas, balki barqaror rivojlanishga erishish uchun investitsiya hisoblanadi. Asosiy qism 2. Istisnolar, qopqonlar va noan'anaviy nuanslari. Albatta, har qanday yordam dasturida o'ziga xos istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan jihatlar va kutilmagan vaziyatlar bo'ladi. Birinchidan, bu to'lovlar avtomatik tarzda sizning hisobingizga kelib tushmaydi. Ular ma'lum bir arizalar, tekshiruvlar va tasdiqlash jarayonlarini talab qiladi. Shuning uchun har birga degan tushunchani har bir talabga javob beruvchi fuqaroga deb tushunish kerak. Ikkinchidan, firibgarlik holatlaridan ehtiyot bo'ling. So'nggi paytlarda turli xil ijtimoiy tarmoqlarda xalqaro tashkilotlardan pul olish bahonasida odamlardan pul o'tkazishni so'raydigan yoki shaxsiy ma'lumotlarni so'rab, ularni o'zlashtirmoqchi bo'ladigan firibgarlar ko'paygan. Yodingizda tuting, hech qanday rasmiy tashkilot sizdan pul to'lashni yoki bank kartangizning PIN kodini so'ramaydi. Agar shunga o'xshash holatlarga duch kelsangiz, darhol shubhali xabarlarni bloklang va tegishli organlarga xabar bering. Hech qachon hech kimga pul o'tkazmang va shaxsiy ma'lumotlaringizni noma'lum shaxslarga bermang. Uchinchidan, moliyalashtirish miqdori cheklangan bo'lishi mumkin. Ya'ni
ajratilgan mablag'lar ma'lum bir miqdorda bo'ladi va barcha arizalar qabul qilingandan so'ng eng birinchi murojaat qilgan va barcha mezonlarga mos kelgan fuqarolar imtiyozli tarzda ko'rib chiqilishi mumkin. Shuning uchun imkoniyatdan kechikmasdan foydalanish muhim. 4-dan byurokratiya. Garchi tizim soddalashtirilgan bo'lsa-da, ba'zi hujjatlarni yig'ish, ularni tasdiqlash va arizani ko'rib chiqish ma'lum vaqt talab qilishi mumkin. Bu jarayonga sabr bilan yondashish va barcha zarur ma'lumotlarni to'g'ri taqdim etish muhim. 5-dan hududiy farqlar. Ba'zi dasturlar ma'lum bir viloyatlar, tumanlar yoki hatto mahallalar uchun mo'ljallangan bo'lishi mumkin. Masalan, qishloq xo'jaligi grantlari asosan qishloq joylarda yashovchi fermerlarga, ijtimoiy yordamlar esa belgilangan ehtiyojmand oilalarga yo'naltiriladi. Shuning uchun siz yashayotgan hududda qanday dasturlar mavjudligini aniqlashtirish zarur. 6-dan ba'zi grantlar yoki yordamlar ma'lum shartlar bilan birga kelishi mumkin. Masalan, tadbirkorlik grantini olgan shaxs pulni faqat biznesini rivojlantirishga sarflashi, ma'lum vaqt ichida hisobot taqdim etishi, yangi ish o'rinlari yaratishi talab qilinishi mumkin. Bularni shartnoma imzolashdan oldin diqqat bilan o'qib chiqish zarur. 7-dan soliq masalasi. Odatda ijtimoiy yordam, nafaqa shaklidagi to'lovlar soliqqa tortilmaydi. Biroq tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash uchun berilgan grantlar yoki yirik pul mukofotlari ma'lum hollarda soliq qonunchiligiga muvofiq ko'rib chiqilishi mumkin. Bu jihatni ham o'z vaqtida aniqlashtirish lozim. Shuni eslatib o'taman, ko'pchilik hollarda xalqaro tashkilotlar tomonidan beriladigan ijtimoiy xarakterdagi yordamlar soliqlardan ozod qilingan. Amaliy maslahatlar: nima qilish kerak? Endi esa eng muhim savolga javob beraman. Bu imkoniyatdan foydalanish uchun siz qanday amaliy qadamlarni tashlashingiz kerak? Qo'rquvni bir chetga suring va harakatni boshlang. Qayerga murojaat qilish kerak? Mahalla fuqarolar yig'inlari bu birinchi eshik. Mahallangizdagi mutasaddilar, xususan 7lik tizimi a'zolari, hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi, xotin-qizlar faoli va boshqalar bunday dasturlar haqida eng birinchi ma'lumotga ega bo'ladi. Ular sizni to'g'ri yo'naltira oladi. Prezident huzuridagi ijtimoiy himoya agentligi. Bu agentlik ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlamlarini qo'llab-quvvatlashga ixtisoslashgan va xalqaro hamkorlar bilan bevosita ishlaydi. Ularning hududiy bo'linmalariga murojaat qilishingiz mumkin. Kam ta'minlangan oilalarga yordam markazlari, agar mavjud bo'lsa, yoki tuman shahar bandlikka ko'maklashish markazlari. Bu markazlar ham aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash bo'yicha turli dasturlarni amalga oshiradi. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali myTonkov.uz ko'plab davlat xizmatlari endilikda onlayn tarzda ko'rsatiladi. Bu portal orqali ham tegishli arizalarni topshirish imkoniyati mavjud bo'lishi mumkin. Shuningdek, turli xalqaro tashkilotlarning O'zbekistondagi rasmiy saytlarida, masalan, UNICEF Uzbekistan, UNDP Uzbekistan ham tegishli dasturlar haqida ma'lumotlar berib boriladi. Temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftarida ro'yxatda turgan fuqarolar uchun bu yordamni olish ehtimoli yanada yuqori bo'ladi. Chunki ularning ehtiyojmandligi allaqachon tasdiqlangan bo'ladi. Qanday hujjatlar yig'ish kerak? Shaxsini tasdiqlovchi hujjat, pasport yoki ID karta sizning shaxsingizni tasdiqlash uchun. Oilaviy tarkib to'g'risida ma'lumotnoma, kimlar bilan birga yashayotganingizni ko'rsatuvchi hujjat. Bu mahalladan olinadi. Daromadlar to'g'risida ma'lumotnoma, oilaning barcha a'zolarining rasmiy daromadlari haqida, ish joyidan, pensiya fondidan va hokazo. Agar daromadingiz bo'lmasa, bu haqda ham tegishli hujjat, masalan, ishsizlik to'g'risida ma'lumotnoma taqdim etishingiz kerak. Nogironlik to'g'risida guvohnoma, agar bo'lsa, boquvchisini yo'qotganlik to'g'risida hujjat, agar bo'lsa. Bank kartasi raqami pul o'tkazish uchun zarur. Bu sizning shaxsiy kartangiz bo'lishi shart. Boshqa tegishli hujjatlar, agar siz kichik tadbirkor bo'lsangiz, tadbirkorlik guvohnomasi, yer uchastkasi hujjatlari va hokazo. Qanday ariza yozish kerak? Ko'pgina holatlarda standart ariza shartlari mavjud bo'ladi. Sizga ularni to'ldirishda yordam berishadi. Agar o'zingiz yozishingiz kerak bo'lsa, ariza kimdan kimga tamoyili asosida yoziladi. Unda sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, ism sharif, yashash manzili, telefon raqami, yordam so'rash sababi, masalan, kam ta'minlanganlik, nogironlik, biznesni boshlash istagi va aynan qanday yordamga muhtojligingiz aniq ko'rsatilishi kerak. Asosiysi, taqdim etayotgan ma'lumotlaringiz to'liq va rost bo'lishi kerak. Noto'g'ri ma'lumotlar taqdim etilishi arizangizning rad etilishiga olib kelishi mumkin.
Jarayon qancha vaqt oladi? Arizani ko'rib chiqish va mablag'ni ajratish muddati dasturning murakkabligi va murojaatlar soniga bog'liq. Odatda bu jarayon bir necha haftadan bir necha oygacha davom etishi mumkin. Sabrli bo'ling va muntazam ravishda arizangizning holati haqida so'rab turing. Sizga ma'lumot berishlari kerak. Xulosa va yakuniy chiqish. Aziz do'stlar, bugun men sizlarga hozirgina xalqaro hamkorlardan har biriga mo'maygina to'lov sarlavhasi ostida yashiringan haqiqiy imkoniyatlar haqida batafsil ma'lumot berdim. Bu oddiygina yangilik emas, balki ko'plab insonlar uchun hayotini yaxshilash, ijtimoiy ahvolini ko'tarish, orzularini ro'yobga chiqarish uchun berilgan real imkoniyatdir. Esingizda bo'lsin, bu faqatgina sizga beriladigan baliq emas, balki baliq tutish uchun beriladigan qarmoqdir. Undan oqilona foydalanish orqali siz nafaqat o'zingizning, balki butun oilangizning kelajagini ta'minlashingiz mumkin. Bu imkoniyatdan maksimal darajada foydalaning, shuningdek atrofingizdagi yordamga muhtoj insonlarga ham bu ma'lumotni yetkazing. Har biringiz o'z imkoniyatingizni qo'ldan boy bermang. Umid qilamanki, bugungi videomiz siz uchun foydali bo'ldi. O'zingizning savollaringizni, fikrlaringizni va ushbu mavzu bo'yicha tajribalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlar uchun ham juda foydali bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa, unga like bosing va albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kelgusi videolarda yana ko'rishguncha sog' bo'ling va o'zingizni asrang.